Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 6 oyning 8 kuni chorshanba. Oldi bilan men diqqatingizga iqtisod haqida qisqacha mazmunlarni sungandan keyin, ondan o'zimiz haqidagi bir necha masala haqida to'xtalaman. Xabaringlarda bo'lganidek, o'tgan qitimliq leksiyadan hozirga qadar mushu leksiyagacha bo'lgan vaqt ichida dunyoning iqtisodiy ahvolida cho'ng o'zgarish yo'q. Ya'ni COVID-19 ning varianti bo'lgan Omikronninki yamrishi dünyanın her qaysi yerlərdə yanıla ahvalını, yəni ictimai, iqtisadi ahvallarını načarlaşdırıb baxmaqda. Bu öz məmləkətlərdə vaksini uranmagan, yoki vaksini uğsuma, o vaksinin önemi yaxşı olmagan dövlətlərdə ahvalını nəhayət gəvrilik qılmaqda. Məsələn, Xitayını bilsək, Xitayda bir neçə çoğ şəhərlərninki taqılışını keltirib çıxardı. Bu əlbəttə şu dövlətninki iqtisadiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan yana bir-biriga giralishib ketgan dunyo iqtisodida boshqa davlatlarning iqtisodiga ta'sir ko'rsatib kelyotidi. Bu ahvol ham Amerikaning iqtisodidami va dunyoning paychik bozorlarida, jumladan New York paychik bozoridami ifodalanyotidi, ro'shan ifodalanyotidi. Masalan, pul paxalligininki ya'ni pul paxalligininki o'tgan 40 yildan buyangi Amerika iqtisodida ko'rinarlik bo'lishi, ya'ni 8.13% bo'lishi, ya'ni kasal va Yevropadagi ahvol, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga ishqinjaning oxiri tajovuz qilishi bilan ta 100 kundan ishib ketdi. Bu urush tex davomlashyotidi, oxiri yo'q. Yevropa va Amerika qatorliq davlatlarningki Rossiyaning iqtisodiga yurgizgan embargosi tufaylidan Rossiyaninki mal ham ashyolari, ya'ni buyum sanoati ishlab chiqarilgan, yezikligida ishlatilgan va sanoat ishlatilgan xam ashyo materiallari, neftdan, tabiiy gazdan tortib, toki oshliqcha va hatto etizliqlarda, ya'ni yeziklikda ishlatilgan dehqonchilik dorilargacha mana bularning hammasida umumyuzlik bir uzilish, qisilish ahvolini keltirib chiqadi. Bu butun dunyo bozorida energiyaning bahosini yuqori ko'tarilishini keltirib chiqadi. Bu bahoning ko'tarilishi pul paxallarninki ishga albatta uning ma'lum tarkibiy qismini tashkil qiladi. Bu xil ahvoldan sirt yana dunyoda bo'layotgan nurg'un ishlar bor, ko'pchilikning xabari bor. Masalan, klimatning o'zgarishi deymiz. Bu ishlar hozir bir yerda qoldi, ya'ni vaboning va urushninki vahimasi umumyuzlik dunyoninki umum atmosferasida, ya'ni ijtimoiy atmosferasida, siyosiy atmosferasida har xil ahvollarni paydo qildi. Undan sirt yana nazariyachilar, siyosatshunoslar mabodan keyin va bu qitimliq mushu urushdan keyin dunyoninki ikki qutblashishni texnik ilgari suryotdi deydi. Ya'ni hokim mutlaq davlatlar bilan Rossiya va Xitoyni boshqargan Iran va uningki, ya'ni Iran va Shimoliy Koreyaga o'xshash Rossiya bilan Xitoyninki ittifoqdoshlar bo'lgan bu davlatlar bilan, hokim mutlaq davlatlar bilan Amerika va G'arbni boshqargan demokratik Allah o'tirisidagi kuch senishish, ya'ni mavjud dunyo tartibini lingishni keltirib chiqaradi deb qaraydiganlar bor. Shuning bilan birlikda yer sharilishishninki signali endi chilinishdan to'xtaydi deydiganlar bor. Yer sharilishishninki kaniye davamlıq çilindi, o başqa şəkildə çilindi deydiganlar bor. Demək, mana shundoq umumyuzlik ahvollar. Ya'ni yer sharilishis deganimizda o'sha yerda dunyoninki dunyo bozorlarining o'zaro bir gavrilishishi, erkin savdoning yo'li qo'yilishi, tamojna bojlarining tuvanitilishi deganga o'xshash. Ham mablag'ning, kapitalning, tovarning bir chegaradan, ya'ni bir chegaraga bir davlatdan bir davlatga, bir qit'adan bir qit'aga to'shilishi jihatdagi qulayliklarni yer sharilishish deb ataymiz. Demak, bu yer sharilishninki elib keldigini yana madaniyat jihatdan, siyosiy jihatdan yana nurg'un masalalarni elib keldi. Bularning ba'zilari foydali, ba'zilari foydasiz albatta. Ya'ni agar yaxshi tarafni qabul qilmay, nachar tarafni qabul qilib qolsa, singib ketsa albatta nachar. Ammo yaxshi tarafni qabul qilsa, masalan, shirkat boshqarish, odam boshqarish, texnikani taraqqiy qildirish, iqtisodiy ma'rifni yuksaltirish jihatlarida bir davlatning ijtimoiy boyligini echish, kishilarningki talantini echish, qadrlash jihatda bu
paydalıq rol oynasa əlbəttə yaxşı. Əgər onda olmay, tovarlar və pullarning yo'tkilishiga ergishib, har xil yana zararli chekimliklar, har xil abjash, ya'ni qonunga, axloqqa xilop bo'lgan jinoiy qilmishlarningki yamrab ketishi yoki ma'lum chirkin ideyalarning singib kirishi shu davlatlarningki aholisining bo'lib yoshlarningki iddisini bulg'ab ijtimoiy kayfiyatni axloqlashtiradigan shunday ahvol bor. Agar shu ahvol ustunlikni egallab qo'ysa, shu davlatlarning, shu jamiyatlarning olig'i voy. Albatta texnikninki, insoniyatninki butun turmushiga ko'rsatayotgan ta'siri intayin cho'nqur, yaxshi tarafdan o'ylasak, ya'ni xuddi pichoq o'xshatsak, pichoqni biz turmushda ishlatadigan qo'ral qilgan vaqtimizda nurg'un qulayliklarni keltirib chiqardi. Masalan, go'sht to'g'rash, ko'ktat to'g'rash va hokazo degandek. Agar uni bir xil yomon niyat bilan qatl qo'ral qilib ishlatsa, u odamni jinoiy chiqib qo'ydi. Shunga o'xshash texnikani yaxshi ish uchun ishlatsa, u yaxshi kishilarga nisbatan yashash imkoniyatlarini yaxshilaydi albatta. Agar uni kishilarning erkinlikni bo'g'digan, masalan, Xitoyning bizga qilayotganiga o'xshash, Xitoyning kishi fikr erkinligini bo'g'ish, o'ziga o'xshamagan xalqlarni yo'q qilishga urinishdek, shundoq diktatorining quroli qilsa, bu albatta bir vahshiylik bo'ladi. Shunga ya'ni yarasha olishninki jamiyatlarga, davlatlarga ko'rsatgan payliq tarafdarmi bor, xalqlarga ko'rsatgan ham payliq ham ziyonli tarafdarmi bor. Hala biz bugun bizning ahvolimizga qaraydigan bo'lsak, bizning ahvolimiz yaqindan buyon dunyo matbuotlarida texmo oshkorlanyapti. 2017-yilda boshlangan lagerlarning ahvoli, ya'ni millionlagan odamlarimizni Xitoylarningki jazo lagerlarini yasab, xuddi natsistlardek ayni vaqtda German imperiyasininki e'tiqodimiz va madaniyatimiz, chiroyimiz, xarakterimiz o'xshamaganligi uchun dushman ko'rib, davlatning dushmanini ko'rib, shunday yo'q qilishga o'tishi, nurg'un odamlarimizga, ya'ni millat sifatida bizga xo'rliqlarni akilishning o'zi va bu jinoyatlarningki dunyoga oshkorlanishi, Mao Covid vabosi, iqtisodning chekinishi, pul muomala bozoriga tavrinish degan butun nurg'un odamlarga, milliardlagan odamlarga ta'sir qilgani bilan ma'qul xoslikqa ega bo'lgan ma'qul zulm va buning talabati bizga o'xshash xalqlarga, ularning farzandlariga bo'lgan bir xil baxtsizlik tuyg'umizni yoki g'azab nafratimizni shundoq kuchaytirib bormoqda. Xo'sh. Endi yanılam gapni iqtisodga akilay. Elon Muskni bilasizlar. Elon Musk bu o'tganda shu pul shipirliq pul bozorida Dogecoin'ga nisbatan ta'sir ko'rsatdi. Dogecoin'ninki 5 sentdan tuvan bo'lishidan 70 necha sent chiqishini keltirib chiqargan bir shaxs edi. Endi buning o'zi navbatga iqtisodiy ahvolga nisbatan intayin umidsiz qaramoqda. Ya'ni mening navbatdagi iqtisodiy ahvolga nisbatan qarashim yoki men umidsiz qarashdaman deydigan bir gapni qilib qo'yapti. Men adam shirkatimga adam ilishni to'xtataman, bu odamlarni qisqartaman degan gaplarni qilibdi. Kapitalistlar shunday qildi, ular foyda qo'lishida, foyda qo'g'lashganligi uchun foydani ko'paytirishning maqsadi, chiqimni kesishning maqsadi kishilarning ishlayotgan odamlarningki oilasi, ularningki kuni ahvoli bilan kar olmaydi, qisqartiradi. Kapitalist jamiyatlarda mana shu ahvolni aytib gavdlik. Agar iqtisod yaxshi bo'lmagan vaqtda shirkatlar odamlarni vash qisqartib o'tib qoladi, xuddi mevalik daraxtningki mevalik shoxlarini kesayotgan bir bog'vonga o'xshashda. Bog'von bu o'xshash balkim yaxshi bo'lmadi. Shunga navbatdagi ahvoldan ansiraydigan kishilar bor. Ya'ni Amerika iqtisodshunoslarining ichida Amerikaning iqtisodiga nisbatan bir qism iqtisodshunoslar deydiki, iqtisodiy kasodchilik yuz berishiningki ehtimolligi 30% ga yetdi deydiganlar bor. Yana bir qismlar yo'q, bir ikki muhim ko'rsatkich, iqtisodiy ko'rsatkich yaxshi Amerikaning iqtisodi deydiganlar bor. Ya'ni u nima desin, ishga urilish nisbati, ishsizlik nisbati tuban. Andan keyin emgak kuchi bozorida ishga olamiz deydigan odamlar, shirkatlar, ya'ni ko'p Amerikaning iqtisodida, shu Amerikaning iqtisodida iqtisodning ishi chekinishi mumkin, ammo u chekinib
recession deb qo'yamiz, iqtisodning cho'kishini keltirib chiqarmaydi deydi. Iqtisodshunoslar iqtisodiy darsliklarda iqtisod 6 oy, ya'ni 2 fasl keyin chekinsa, o'tgan birinchi faslda chekildi 1.10%. Agar ikkinchi fasldagi iqtisodiy ko'rsatkich, ya'ni 3-oy bilan 6-oy chiqmadi. Iqtisodiy ko'rsatkich biz buni 8-oylarda bilamiz, nisbatan to'g'riroq bo'lganini 7-oyning 5-ida bir mo'lcharni o'tirib qo'ydi. 8-oyda uni update qildi, ya'ni yangilaydi. 9-oyda rasmiysini deydi, ikkinchi faslga iqtisodning zodi oshmaganligini. Mana bu shu ikkinchi fasllik iqtisodning eshiga o'tgan qitimlik yarim degandek iqtisodshunoslar uni musbat bo'ladi da'vatida, ya'ni oshidi da'vatida. Agar navada yana shu chekinadigan bo'lsa, bu dal iqtisodshunoslikdagi birinchi fasl va ikkinchi faslda iqtisodning eshi manfiy bo'ldi degan gap, iqtisod chekin degan gap bu recession deganni keltirib chiqardi. Menimcha undaq bo'lishi notayin. Ya'ni hozir shirkatlarda ba'zi idoralarda, masalan, sayya sistemadagi idora, doktorxonalarda yana ish qilish davomliq bor, sestralarning qis bo'lishi, doktorlarning qis bo'lishi deganga o'xshash shunday ahvollar bor. Ammo ba'zilar yana bu iqtisodiy pul paxalligi, urushninki ta'siri, andan ta'minlash halqasidagi uzilish degandek shunday ahvollar tufayli, ya'ni qit'alar bilan qit'alar, davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi moddiy ashyoning odamning yo'tkilishi va shuningga ergashib, albatta iqtisodiy faoliyatlarningki ojizlashishi bu dunyoning iqtisodini chekindiruvdi degan qarash bor. Dünya iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotininki mo'lcharicha dunyoning asli ilgari bu yilning 5-ida ular dunyoning iqtisodini bu yilning ishini 4.5% deb ekan, hozir 3% tushiribdi. Dünya Bankası bu yillik iqtisodning ishining mo'lcharini sonini 12% dan tuvallatdi. Demak, dunyo iqtisodining umumyuzlik vaboning ko'langisidan, urushning ko'langisidan qutulib chiqish qilib vaqt ketadigan o'xshaydi. Agar o'zimizning kunlik hayotdagi turmushimizda moddiy ashyolarning bahosiga qaraydigan bo'lsak-mi, bahoning ko'rinarli oshganligini his qilamiz. Albatta biz ma'lum bir tovarning bahosiga qarab, "Oy, mal bahosi o'sdi" demaymiz. Bu yerda CPI degan hukm bor, ya'ni Consumer Price Index iste'molchilar baho ko'rsatkichi degan u necha ming turlik tovar va tutqulolmaydigan mulozimatlarningki tovar va mulozimatlarning bahosini hisoblashdan keltirib chiqarilgan shunday bir ko'rsatkich. Bu ko'rsatkichning o'ttirish qiymati hozir 8.13%, ammo biz may bahosining 1 gallonining $5 chiqqanligiga qarab mal bahosi ishib ketdimi deyamaymiz yoki mancha % oshdi deb bir tovarning bahosiga qarab demaymiz. Ammo rasmiy shakldagi e'lonni shu hukumatning iqtisodiy tarmoqlari berdi, statistik tarmoqlari berdi. Ammo pul paxalligining yuz berganligi bu rost ahvol. Agar shunday bo'lsa, bu kirimi tuvan kishilarning hayotining sifatini tuvan tutadi degan gap. Chunki sizning hamchotingiz, boyligingiz, moliya kuchingiz chekib bo'lgan ahvol ostida, agar siz ko'p qismini o'zingizning hayotingizdagi zarur bo'lgan yemak-ichmak, kiyim-kechak qatorliq tovar va mulozimatlarni setilishga ishlatsangiz, boshqa narsalarga, ya'ni ma'rifga, salomatlikka, boshqa narsalarga, sayohatga sizning nemangiz qolmaydi, mablag'ingiz bo'lmaydi degan gap. Shunday bo'lgan vaqtda, oldingi yillarga qaragan vaqtda sizning hayotingizning turmushingizning sifati o'lab ketadi degan gap. Xo'sh. Endi paychika bozoriga qaraydigan bo'lsak, paychika bozoridami bu yil kirgandan buyon hozir qadar alohizal yarim yilcha bo'laydi-da. Bütün Amerika'nınki paychika bozoridagi umumiy paychikadagi bozorning tuvanlishi 18%. Bunun için texnika bozorlarining tuvanlishi, texnika paychaklarining tuvanlishi 30%. 30% bo'lgan gap. Ya'ni alohizal 3dan 1, texnika paylarininki 3dan 1 o'ttircha uchib ketdi degan gap. Bu ahvol kishilarga 2000-yillardagi dotcom mazgildagi texnika shirkatlarininki paylarining, ya'ni texnikaga tayinib shirkat qurib, paychaga taqib bir mahsulot ishlab chiqarmay, bir mulozimatni kishilarga yetkazmayli vayron bo'lib ketgan nurg'un shirkatlarni va shu chaqlardagi ahvolni mablag'chilarga, iste'molchilarga asl totadi degan gap. Ya'ni kishilarda bir qo'rqinish paydo qiladi. Shu paychakadagi shifrli pul bozoridagi ma'qul sovuqchilikmi, yana mushu. Ya'ni kishilarni ehtiyotchan bo'lishga, pay bozoriga kiraymi, kirmaymi deb o'ylantiryapti degan gap. Ya'ni bunday aytgan vaqtda paychaka bozoridagi Warren Buffettning gapiga aytgan vaqtda kishilar aqlli savod kishilarning hammasi bildigan mablag'chilik sohasidagi paychaka tuvan bo'lgan vaqtda yuqori bo'lgancha sotadigan gap emas, ammo garchi paychak mishda tuvanlar olsa-mu, yana buningga
pul eqib kirmayotidi degan gap. Nimishqa har xil shunday sabablar tufayli, ya'ni iqtisodning pat arada yaxshi bo'lib ketishiga nisbatan ishonchning kamligidan bo'layotidi. Ko'pincha vaqtda kishilarning o'y xiyoli, fikri yoki mo'lchari bu kishilarningki qaror chiqarishiga ta'sir ko'rsatadi degan gap. Endi bu iqtisodningki chekinishiga nisbatan ahvol unchalar og'ir emas. Amerikada 2000 yillik ahvol takrorlanmaydi deb aytganlar bor. Pul paxalligi bilan pul paxalligini tizginlaymiz deb Markaziy bankning o'simini 0.5% o'stirganligini bilamiz. O'tgan oyda hamda may oyda, kelar oyda, ya'ni bu yilning ichida 2 qatim o'stirib qoldigandek turdi. Bu pul paxalligininki hamda bu obort aylangan pulning miqdorini biroz tuvanlatdi. O'sim nisbatining o'sishi bilan mortgage, ya'ni uy sotilishda oladigan qarzlarningki nisbatining o'sganligini kishilar ko'ryapsizlar, bilyapsizlar. Şuna bilan birlikda yana bu uy bahosidagi ko'tarilishdan iborat bu qiziqchilikni biroz sovutish mumkin. Xo'sh. Endi o'zimiz to'g'risida kelsak, o'tganda Michel Bachelet degan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq komissiyasining eng oliy komissari Xitoyga bordi, jumladan yana bizning vatanlarga bordi, berib shu Xitoyningki o'rlashtig'ini bo'yicha ish qilib keldi. Qisqasi mundaq qilgan vaqtda datlashgan pichoq shaklida bir o'ziningki bir rolni o'ynab keldi. Ya'ni biz kutgandagidek, kishilar talab qilgandagidek bir ijobiy shaklda bir ishni qilmadi. Mundaq aytgan vaqtda bizning shu navbatda chekayotgan zulmlarimizga Xitoyning bizni har xil vositalarni bana qilib, har xil sabablarni bana qilib ezishiga yantayoq bo'layotgan mundaq o'ch kuch bor. Buni e'tirof qilish kerak. Ko'pchilik bo'layotgan xabarlar, chiqayotgan ishlar, tutilayotgan hukumatlarning tutayotgan pozitsiyasidan. Masalan, Pokistonning Imron Xon hozir emas-ku, u bosh ministri Xitoyni qo'pab, ya'ni islom dinini yo'q qilishga urinayotgan, musulmonlarni xo'rlayotgan shu Xitoy hokimiyatini payg'ambar alayhisolamning yo'lini bo'yicha mangdi deb ta'riflagan Imron Xon o'zining beshini yedi, tushib ketdi o'tganda, lekin buning bu deganlari biz tarixda ko'rgan shapil damlardan farq qilmaydi degan gap. Ondan sırt Saudiya Arabistondan tatib İrangacha, Qatargacha, Saudiya Arabistondan tatib İrangacha hammasi degidek, shu Uyg'urlar masalasida Xitoyning maydoni tutdi. Faqat Turkiya hukumati Uyg'urlar tarafda turib gap qildi. Garchi kuchlik bo'lmasin, kuchlik yo'sinda gap qilmasinmi, hamda gap qildi. Uyg'urlar 26 musulmon davlatga berib o'qiganligi, sayohat qilganligi, ziyorat qilganligi, tijorat qilganligi uchun shunday bir sabablar sifatida ularningki kallasida iddiviy virus qoplandi deb Xitoy tutdi emasmi? 26 davlatning ko'pinchiligida Xitoy turib gap qildi. Bunday aytgan vaqtda shu davlatlarga Xitoy haqorat qildi, ammo ular o haqoratni sharaf deb bildi. Pastkashlik bo'lsa, bundan o'ta pastkashlik bo'lmas. Hamda shu davlatlar o'rtaq yo'sinda sen bunday qilsang, bizning do'stimizsan. Mayli ular demokratiyaga 3 grammni, g'arbni 3 grammni ko'mamdi, uning bilan bizning karimiz yo'q, o'zining ishi. Ammo masalaga kelgan vaqtda, Uyg'ur masalasiga kelgan vaqtda u haqiqatan nomardlik qildi. Ya'ni bunday aytgan vaqtda sharafsizlik va munofiqlik qildi. Yaqinqi bir necha kunning ichida Hindistonning bir amaldori bir islom diniga, musulmonlarga bir xil o'chmanlik pozitsiyasida bir gap qilganligi uchun Saudiya Arabistondan tatib İrangacha bu ikki davlat odatda kelisholmaydi. Hammasidagidek chuvab chiqib norozilikni ifodalab ketishdi. Ammo Uyg'urlar masalasida, ya'ni musulmonlarni haqiqiy xo'rlayotgan rasmiy shaklda, fizikalik shaklda rasmiy o'g'il gap qo'yamda har xil haqoratlarni qilayotgan bu Xitoyga nisbatan ular bir xil do'stona muomala tutdi. Shunga kishilar da'vatini qarama, sening gapingni, sening Hindistonni yana birisini ayblashga hech qanday shartning to'shmaydi. Qaramasining ikkiyuzlikligini, munofiqligini deb o'zining yuziga o'zi tasdiqladi. Endi ular nomusni bilmaydi ekan. Ularning siyosiy yo'llariningki shunaqa shaxsiyatchi, ko'z ko'r, dili napak o'xshaydi, xo'sh. Andan keyin ikkinchisi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'xshash mana bu shunday xalqaro tashkilotlarning Uyg'urlar masalasida kuchsizlik qilishi. Ya'ni doimiy kengashning bir a'zosi Xitoy, Rossiyami shu. Shunday kuchli 5 davlat, doimiy xavfsizlik kengashiga 5 davlatning ichida ikkisi hokim mutlaq davlatlar. Bular har zaman bir cho'ng masalalarda maydoni bir. Bularning shu Xitoylarning Uyg'urlarga qilgan bu
bu xil jinoyatda, ya'ni irqchilik masalasida ularning kuchliroq bir yo'lni gaqlamaganligi, bu xil tashkilotning 2-Dünya urushidan keyin barliq kelgan bu tashkilotning rolini, kuchini ojizlashtirib, paqpaqlashtirib degan gap. Demak, bu yerda Birleşken Devletler Teşkilatı o'xshash xalqaro tashkilotlarning mas'uliyati bor. Yani yer şarlaşkan dünyada bizning taqdirimiz o'zimizlarla bo'lmaydi hozir. O'zimizning ishimizlarla bo'lmaydi. Moşularning oldida men deb o'tgan ahil munofiqlarning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın zayıfligi va undan sırt yana Amerikadagi bir qism kapitalistlarning va boshqa Germaniyaning Volkswagen o'xshash ba'zi kapitalistlarningki Xitoyga saqan mablag' saqan kapitalistlarning ochko'zligi va bularning munofiqligi bor. Demak biz shu 3 kuch, cho'ng 3 kuch iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan bular Xitoyga yon taqolib, Uyg'urlarningki 5 yil kelgan shu kunlarga ko'zni yumib olib, halaqa kichik balani bir mushtumzo urib ketsa, ko'zni yumib olib, naqsh etyotdi degan o'xshash shunday munofiqlarni qilyotdi. Endi bularga nima deymiz? Lekin bilib qolg'iliq. Mana shundaq yaxshi yomon kunlarda kim qandaq maydon ifodaldi, shuni bilib qolg'iliq deyman-ku. Shunga bu gapni bir deb qo'yim keldi. Xo'sh, endi gapni qisqa qilsam, men kanalimda bu kitoblar to'g'risida gap qilgandim. Asli ish kitob nashr etmoqchi edim. Bir kitob tahrirlanib bo'lgan, u adabiy kitob edi. Adabiyroq, endi boshdan o'tgan kechmish, o'qish hayot, chet eldagi yashash degan o'xshash. Uni nashrga berishdan yaltaydım. Sebep nima desa, hozir adabiy kitoblar jiqqa Uyg'urlarning ishida nashr qilgan. Bizning odamlarda hozir kallada o'y xiyol jiq bo'lgandan keyin, ham kitob o'qiydigan odamlar jiq bo'lmaganlikdan adabiy kitoblarni bir adabiy asar xarakterli kitoblarni nashr qilishdan to'laroq iqtisodiy xarakterdagi kitoblarni nashr qilishning ish zo'r ekan deb qaraganligim uchun. Endi ikkinchi kitob, ya'ni pul muomala bozoriga mablag' solish degan kitob, buning surishini qilganligi va davomli. Haqiqatan yaqinda mana shunday surishini qilganligi va chunki men bu kanalda e'lon qilgan asli bulturlam chiqib bo'lish kerakdi, ammo bu iqtisod haqidagi dars kitoblar mening vatandan chiqib ketganimga uzun bo'ldi. Uyg'urcha iqtisodiy kitoblarni ko'rib boqmadim. Ba'zi atalg'ularni qanday ifodalash jihatda qiyinchiliklar duch kelganligim uchun iznishga to'g'ri keldi. Kasb ahlaridan, amaliy tijorat bilan shug'ullangan ba'zi qarindoshlarimizdan fikrlashga ham to'g'ri keldi. Shunga dastlabda garchi kamchiligi bilan e'lon qilinsin uchun amal va shu kamchilikni, ya'ni amal va kichikiltish uchun tirishyapman. Inshaalloh pat yaqinda nashrga yo'llayman. Buni deb qo'yay, chunki buni qisqib so'ragan kishilarimiz bor. Anadan sir yana Uyg'ur egliklashtirish haqida o'tganda bir so'zlagan edim, ya'ni manchilik pul amillashdi deb. Ya'ni bir necha oylardan keyin xabarlarda bo'lsin, bir necha oylardan keyin yana e'lon beramiz. O'zimizning ishini o'zimiz qilmasak, bizning cho'ng turlarimizni, xalqning gullanishini, qudrat tepishini, ya'ni kuchli bo'lishini, mayli ma'rif jihatdan, iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lishini qo'llaydigan bir hukumatimiz yo'q. Shunga buni hammamiz o'zimizning, ya'ni shu Uyg'urlarning ahvoli bir yaxshi bo'lsa ekan deb o'ylaydigan fidokor qarindoshlarimizning yordami va yaxshi ko'ngil kishilarning qo'llashi bilan shu avval shu ishsizlikni tugatish, Uyg'urlarning iqtisodini gullantirishga oz to'la, ya'ni qalg'ach su to'shqanchilik bo'lsa-mi, bir ashinchilik bo'lsa-mi, bir manfaat yetkazish ko'yida bu ishni davomlashtiramiz. Balkim bir ashkalardan keyin, ma'lum vaqtdan keyin pat yaqinda bu to'g'risida xabar berishimiz mumkin. Ya'ni qarindoshlar iltimos qilsa, 6 haftaning hammasi mo'lloqchi bo'lmaydi degan o'xshash. Iltimos qilganning hammasi erishamaslik mumkin, erishamaydi o'tganda shunday bo'ldi. Nurg'un odam iltimos qildi, ammo undan cho'ng jihatdan kichik cho'nglab yetib tur, ammo cho'ng jihatdan 4 turini qo'lladik. Bu qitimda shunday bo'lishi mumkin. Bu faoliyatimizni davomlashtiramiz. Kichik tipdagi egillikka tijorat qilayotgan, rostchil, diyonatlik, o'zini suydigan, tirishchan, qobiliyatlik, ammo mablag'i yetishmayotgan bir ish qilaman deydigan, g'ururga tayanib yashaydigan qarindoshlarimizninki shu kanalga quloq berishini, shu e'lon qilgan aman aloqalashib, shu turlarga iltimos qilishini, u biroz jarayoni bor, oson ish yo'q. Iltimos qilganlar berib o'tgan ish yo'q demoqchi. Sizning sungan iltimosingizni ko'rib, anandan uning ishining mumkinchiligi bormi, qanchalik deb sizning biroz ahvolingizni tushungandan keyin bir necha odam qaror chiqadigan gap. Shunga bu to'g'risida so'ragan qarindoshlar bo'lganligi uchun yangidan bu mazmunlarni bir yangi ahvolini bir deb qo'yim keldi.
Hammanglarga ko'p rahmat, to'g'ri. Ana yana bir ish. Yaqindan buyon shu yaqinqi 3 oy ichida bizning shu Amerikada yashayotgan qarindoshlarimizdan 3 xonim bir er kishi olib 4 qarindishimiz shu kuchaning ichida o dunyoga ketib qoldi, o'zib qo'ydik. Ko'pinchisi shu har xil kasallar, rak kasalliklari, shu kasalliklar to'g'risida ko'proq salomatligimizga diqqat qilishimiz kerak. O'tganda men bu kanalda Steve Jobsning gapini deb berdim. Ya'ni $300 soat taqsammi, $30 soat taqsammi, $300,000 soat taqsammi, bu baribir shu bir vaqtni ko'rsatadi ekan. $60,000 mashina edsam, $60,000 mashina edsam o'xshash hisobga kelib boradi ekan. Pul bilan shu salomatlikni sitib olmaydi ekan, to'g'ri demakni sitib olib bo'lgan bilan deydigan gaplarni bir o'qib esimda. İngilizceni tarjim qilib, shu salomatlikka yaxshiroq bir diqqat qilsak, bizning ota-bobolarimizdan danishman Yusuf Qasajib Qashqarnoma gap danishmanlarimizdan Yusuf Qasajib, Mahmud Qashqariylarninki shunday bir gaplar bor ekan, ya'ni jamoat bilan shunday g'almon bo'lishib qo'yo. Do'st yo'q odamdan qoch, tanho yashaydigan odamdan qoch deb shu jaqli degan gaplar bor ekan. Shu qarindoshlar bilan o'zaro muңdishib ahvollashsak, odamlarning ichidan yaxshi odamlar chiqadi. Ichimizdagi dardlarimizni o'buna desak, almon bo'ladi. Shu ro'yi sog'lomlik va jismoniy sog'lomlikqa diqqat qilsak, chunki men o'tgan shanba kuni Washington DC'dagi bir nazarga borgan, shu yerda qarindoshlar bir uxurishdiq, shunaqa gaplarni deganlar bo'ldi, bir nechalarning ketib qolganligini, shu salomatlik tufayli yoshlar bu ketganlarning yashi 40 bilan 50 necha yosh atrofida, haqiqatan yosh. Endi bir pensiyaga chiqib, nurg'un kunlarni navralarni boqadigan degandek, o kunlarga yetolmay qolib qoldi. Alloh ularning yotgan joyini jannatdan qilsin. Ammo teriklar yanalam yashimsa qolmaydi. Shunga shu salomatlik jihatda, obdan salomatlik jihatda bir o'zimizga diqqat qilganimiz yaxshi. Har yili idoralarning salomatlik sug'urtasi emasmi? Har yili bir qitim qon elish, tekshirish, undan keyin har xil bo'pmama kolonoskopiya deydi. 45 yoshdan oshgan erli bo'lsin, ayolli bo'lsin, uchaylarni tekshirib turgan haqiqatan yaxshi deb qarayman. Shunga bu kanal iqtisod kanallar bo'lganligi uchun, iqtisodda yana boy bo'laman deyish uchun salomat bo'lish kerak. Salomat bo'lgan vaqtda hamma ish bo'ladi. Shu boylikni yaxshilarga ishlatkiladi, salomatlik bo'lmasa hech nima bo'lmaydi. Shuni buni qayta ta'kidlab qo'yishimga sabab shu. Shu jarayonda yana ba'zi qarindoshlar yana shu shifrli pullar to'g'risida so'ragan ahvollar bo'ldi. Shifrli pullarningki men shu gapim shu, mablag' solsangiz $500 chiqsam men degilik. Ba'zilar jiqilib olgan ishlar va shu $500 chiqsam men deb tursam, desam, jiqsilib jiqpayib ko'rganlar ekan. Andan keyin paydining qiziqisi bilan andan keyin o'rlab ketgan chaqda yana silib ziyon tortib qolgan ahvollar bor ekan. Ammo men izchil sizlarningki xabaringlarni anglaganlarning xabarida bo'lsa kerak. Ba'zilarga bak jiqsam men shifrliq pulga bak sammanlar tegi yo'q, okean, payansiz qumloq degandek bir gaplarni qilgandim. Ham shu gap tuturman, ammo pulmam, dunyo pulmam sistemasida davlatlar paydo qilgan pulmam sistemasidan sirt yana shu Satoshi Nakamoto'ga o'xshash Bitcoin'ni paydo qilgan bir yoki bir necha noma'lum odamlarning, bir to'p ma'lum odamlarningki 2008-yildagi pulmam kirishdan keyin paydo qilgan shifrliq pul andisi bu mavjud pulmam sistemasiga parallel holda hozir baq surib bu chiqdi. Albatta ma'lum bir egizpastliklardan keyin ahvol shunaqa qildi. Ayni vaqtda Bitcoin chiqqan vaqtda bo'lmaydi degan, bo'ladi deganlar bo'lgan. Bitcoin bak tushib ketgan, hamdan keyin chiqqan, bultu 67 ming, 68 ming chiqqan, hozir 28 ming tushib qoldi. Ammo qarasam 20 mingdan ortiq shifrliq pul bor ekan. Bularning hammasiga pul silishning hojati yo'q. Tanlab bir nechaga sap qo'ygan yaxshi, ya sayramdan chiqa, ya qaynamdan deb. Har holda bozorga yaqinroq turgan odamningki hal ahvoli bozordan yiroq, bozorni tushunmaydigan odamningki qaragancha yaxshiroq bo'ladi. Masalan, Amerika aholisining 58% vositlik yoki bevosita holda shu pul muomala bozorlarni aloqali, ya'ni o'zining yoki o'zi payilib o'ynaydi, yoki bo'lmasa ularning pensiya pullari 401k, 403b deganlar, 401k yoki 403b deganlar shu vositlik holda boshqalar o'ynab berdi. Pensiya pullaricha bularning hammasi pul muomala bozoriga mablag' qilib silindi. Shunga pul muomala bozoridagi ahvol qarablam, tavrinish qarablam, iqtisod nacharlab ketdi deganlar bo'lmaydi. Masalan, pul muomalasi asli shunday bir chaqchaq bor.
pul muomala sohasida pay chekiga qarab, pay chekidagi bozorning tavrinishiga qarab turib qarasak, to'q pay cheki bozoridagi ahvolga qarab mo'ljallangan vaqtda 5 qitim iqtisodiy chekinishning 5 qitimlik iqtisodiy chekinishning ichida 9 qitimi pul muomala bozoriga, ya'ni pay cheki bozoriga qarab turib qilingan faraz asosida bo'ldi deb bunday chaqchaq qildi. Ya'ni nachara ahvol 5 qitim bo'ldi. Ammo nachara ahvol 9 qitim bo'ldi deb pay cheki bozoriga asoslanib, shunday deganlarmi bor deb. Shunday bu gapni sal o'ylab baqsanglar tushunasizlar. Demak, pay cheki bozoridagi azroq tushish, u bunga qarablam iqtisod umumiylik chekinib ketdi deyishga bo'lmaydi demoqchiman. Unda bo'lsa bugungi leksiya mushunchalik bo'lsin. Hammanglarga rahmat.